Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hozirgi kunda ko'pchilik dehqonlarimiz ko'tarma pushta qilib, begumuz solib, somon begumuz solib, aynan o'sha begumuzga bodring yoki pomidor ekinini ekishyapti. Hammasi chiroyli, mashalloh, yaxshi ketyapti, lekin ayrim xatoliklarni aytib o'tmoqchiman. Nima xatoliklar ketyapti? Birinchidan, begumuzga ekkandan keyin begumuz bilan bo'g'izini ko'mib qo'yishyapti. Bo'g'izini ko'mmaslik kerak, tekis ekish kerak. Ya'ni o'sha kasetada bo'ladimi yoki stakanda bo'ladimi, stakan ko'rinib turishi kerak. Chuqur ham ekib olish kerak emas, yuzi ham bo'lib qolishi kerak emas. Tekis bo'lishi kerak. Umuman stabilni ko'chatni tanasini begumuz bilan yopmaydi. Ikkinchidan, sug'orish sistemasi bo'yicha noto'g'ri ketyapti. Ya'ni 2 kunda, 3 kunda bir sug'orishyapti. Bu noto'g'ri. Begumuzning suv o'tkazuvchanligi juda ham tez bo'ladi. Tez qurib qoladi. Bu yoqda tuprog'ingizda nam bo'lishi mumkin, lekin begumuzda nam bo'lmaydi. O'shaning uchun kuniga 2 mahal, 3 mahal kam-kamdan tez sug'orishni tavsiya qilamiz. Begumuz qurib qolgandan keyin siz uni ko'chatda bo'g'izini begumuz bilan ko'mib qo'yganingizdan keyin bu o'sha tanasidagi stabildagi sokni so'rib oladi bu yoqqa. Begumuz so'rib oladi. Undan keyin o'sha qorason cho'rniy noshka deymizmi, shunaqa bo'g'izida puchqayib qoladi-da, ko'chat so'lib qoladi. Mana shunaqa xatoliklar bo'lyapti. Hozirgi kunda bir-ikkita o'sha rasm videolarni tashlashyapti. Ko'ryapmiz. Begumuz bilan bo'g'izini ko'mib qo'yishgan. Suvni juda ham kam berishyapti. Tuproqda nam bor, lekin begumuzda nam yo'q. Yoki bo'lmasam begumuzni tuproq bilan aralashtirib yuboringlar va kapelnikni o'sha 5 sm, 6 sm qochirib ekinglar. Agar har kuni 2 mahal, 3 mahal suv bera olmasanglar. Mana shunaqa narsalarga e'tibor qaratinglar. Somon begumuz solib ekkandan keyin bu gidroponika sistemasi bo'yicha ketadi. Kuniga 2 mahal, 3 mahal. Faqat suvni o'zi emas, albatta oziqali suv bilan, orada bir marta suv bo'lsa, qolgani oziqali suv bilan berilishi kerak bo'ladi. Mana shuni eslatib o'tmoqchi edim. Alloh barakalarini bersin, dehqonchiligingizga, ishingizga rivoj bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.